Shunchaki dahshat, Arsenal hamda Real Madrid o'yini o'z nihoyasiga yetdi va Declan Rice Thibaut Courtoisga jarima zarbalarini qanaqa urishni ko'rsatib qo'ydi. Ikkita o'ta chiroyli gollar. Declan Rice shunchaki jarima zarbasini yorib yubordi. Mikel Merino esa o'z nuqtasini o'yinga qo'ymoqda. Real Madrid o'yinchilari shokda. Ammo biz bilamiz, Real Madrid bunday holatlardan har doim chiqib ketgan. Ayniqsa o'z uy maydonida, Santiago Bernabeuda qanday comebacklarni amalga oshirganini hammamiz bilamiz. Bernabeudagi o'yin shunchaki yonadi. Real Madrid albatta comeback qilishga harakat qiladi. Bavariya Myunxen hamda Inter Milan o'yini ham zerikarli o'tgani yo'q. Inter keldi va Myunxenni shunchaki sukunatga qo'yib ketdi. Müller hamma Bavariya muxlislariga umid berdi, ammo Fratesi o'z nuqtasini qo'ymoqda. 88-daqiqada Allianz Arena jimjitlikda. Bu o'yinlar haqida